أهلا وسهلا يا رمضان. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abu Hurayra radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadisda aytadilar: 5 vaqt namoz va jumadan jumagacha va Ramazon keyingi Ramazongacha o'rtasidagi gunohlarni kafforat qiluvchidir, agar katta gunohlardan saqlanilsa, deyaptilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 5 vaqt namoz gunohlarni kechirib tashlashligini va avvalgi jumadan keyingi juma o'rtasidagi gunohlarni kechirib tashlashligini va Ramazon o'tgangi Ramazon bilan keyingi Ramazon o'rtadagi gunohlarni agarki katta gunohlardan saqlaniladigan bo'lsa, Alloh taolo kechirib yuborishini aytayaptilar.